Vaqt mashinasi 12-qism. Toshkent 1984-yil aprel. Muhtaram o'quvchi Zaki aqli bilan anglab yetgani kabi Isroilga hijrat qilgan Yahudi olimning xotinidan berkitgan pulini Irina olib, teleportatsiya xarajatlariga ishlatishi kerak edi. Irina kelajak fiziklardan Kalantarov xazinasini qo'lga kiritish haqidagi ko'rsatmalarni oldi. Kalantarov Nizomiy nomli Toshkent davlat pedagogika institutida ishlardi. Uy kalitini mart oxirida topshirgan. Kalit institutning xo'jalik ishlari bo'yicha prorektor o'rinbosarida turibdi. Irina bu pulni olish rejasiga Keldiyorni qo'shishni istamadi. Irina, Keldiyorni qo'shsam bo'lmaydi. Birinchidan, pulni isini bilsa, o'zlashtirish uchun harakat qiladi. Ikkinchidan, kelajak fiziklari bilan aloqamni eshitishi bilan Hankishiyevga sotib beradi. Fanlar akademiyasi kibernetika institutida ishlaganim uchun Nizomiydagilar meni tanib qolishi mumkin. Yordam so'rab dugonam O'g'ilgiyning yoniga bordim. Turkmanlarda dadillik bor. Aytganimday bo'ldi. O'g'ilgiyik bilan yetalashib Toshkent shahar sanepidstansiyasiga kirdik. Boshliqning sekretariga 2 dona plitkali shokolad va finskiy kolgotki berdik. Shunaqa Novomoskovskiyda yashaymiz. Qo'shni Isroilga ko'chib ketgan, uyi to'la tarakan, ammo uy muhrlangan. Institut zavxozi nomiga blankada bir xat qilib bersangiz, dezinfeksiya qilinishi zarur degan. Aylanadigan stolda soni yalang'och qiz rasmi tushirilgan paketdagi kolgotkaga mahliyo bo'lib o'tirgan qiz qoshini chimirib rozi bo'lganday bo'ldi. O'g'ilgiyik stolga 5 so'm qo'yib tushlik qilarsiz dedi. Irina. Yarim soat o'tar o'tmas qo'limizda rasmiy maktub bor edi. Bu maktub bilan Nizomiy instituti tarafga ketdik. 3-trolleybus kakras Nizomiy oldida to'xtadi. Ustiga katta qilib bilim ommaga deb bitilgan mahobatli bino zinalaridan ko'tarildik. Odatda karvonsaroy bo'lib yotadigan institut binosini militsionerlar o'rab olgandi. Moskva 1984-yil aprel. Malaya Gruzinskaya ko'chasi. Tamaraxonimning qizi rassom Vansettaning uyi. Tamaraxonim binoning oynavand balkonida o'rik sharbatidan tayyorlangan xo'shob ichib o'tirardi. Turklar xo'shob deb aytadigan o'ziga xos kompot. Balkonga Tamaraxonimning qiz nevarasi Aydan sochlari alvasti bola bilan kirib keldi. Aydan Surikov institutida rassomlikka o'qirdi. Ular ochiq turgan balkon derazasi oldida o'tirib, yostiqdagi kitobni hiring-hiring qilib tomosha qilishardi. Bolam, kavaleringni menga tanishtirmaysanmi? Nima u qo'lingdagi kitob dedi, yoshi bir joyga borgan Tamaraxonim. Bu bo'lg'usi buyuk rassom, qo'shnimiz kinochi Jeniya akaning o'g'li. Ekipajni olgan kinochi Mitta bor-ku, o'sha. Kel bolam, salom ber. Yahudisan shekilli. Garchakovda ashkenaziylar ko'p bo'lardi. Aydan pasportdagi 5-paragraf haqidagi mavzuga chap berish uchun qo'lidagi kitobni buvisiga maqtandi. Bu kitob faqat menda bor. Jeniya amaki Rimdan keltiribdi. Voy qanday og'ir ekan dedi, Tamaraxonim kitobni qo'liga olar ekan. Kitob ustiga Picasso deb yozilgandi. Picasso ham rahmatli bo'ldi. 10 yilcha oldin janozasiga chaqirishuvdi, bora olmadim. Men ko'rgan paytda Picasso gah desa qizlar qo'yniga kiradigan ofatijon yigit edi. Aydan yonidagi o'rtog'iga ko'zini qisib, "Buvim gapiraveradi, qari odam, e'tibor qilma" deya shivirladi. Tamaraxonim kitob ichidagi bir rasmga uzoq tikildi. Tush va pero bilan chizilgan kartinada Picassoning o'zi tasvirlangandi. Yana ham to'g'rirog'i, allaqanday sochi to'zg'iq qiz bilan oral seks qilayotgani. Rakurs orqadan bo'lgani bois qizning faqat sochlari ko'rinardi. Bu menman. 1925-yili Picassoning Parijdagi ustaxonasida mehmon bo'ldim. Olga yana bir mehmonni kuzatishga chiqib ketdi. Pablo bilan yolg'iz qoldik. Sal oldin u xotini menga sovg'a qilgan ro'molchaga chiroyli rasm chizuvdi. Keyin anavi juhud fizik qog'oz topa olmay allanimalarni ro'molchaga yozdi.
ro'molchani rasvo qilgani yetmaganday boshimga qancha balolar keltirdi. Agar Stalin bo'lmaganida kalimada xalq artisti Babchenko bilan birga chirirdim. "Ну что за пургу ты несешь, бабушка", dedi Aydan va rassom o'rtog'ining qo'lidan tutib tashqariga chiqib ketdi. Tamaraxonim xayolan olis 1925-yilda edi. O'shanda Olga Picasso bilan munosabatlari darz ketayotganlarini aytib yig'lagandi. Bechora, o'z xotiniga vafodor bo'lishi kerak degan ertak asiri edi u. Parijdagi Nevskiy ortodoks cherkovida o'qilgan nikohni abadiy deb bilardi. O'sha kuni Olga Eynshteynni izvoshgacha kuzatib chiqqanida Pablo bilan yolg'iz qoldik. Hali sochlari bor edi uning. Ko'zlariga tikilib maymun qo'lvor ilonga qaraganday sehrlangandim. Pablo kitoblar orasidan bir foto chiqarib menga ko'rsatdi. 17 yashar qip-yalang'och qizning fotosi. Bu Maria Teresa Walter edi. Picassoga pozirovat qiladigan naturshitsi. Picasso Olgani ajinaday, Mariani esa hurliqoch chizardi. Men yer qimirlaganda stul ustida zir-zir titragan chinni ko'zani ko'rganday bo'ldim. Zum o'tmay ko'za chil-chil sinadi. Aytganimday bo'ldi. Picasso bilan Olga ajrashdi. Picasso keyin yana 5 marta uylandi. Olga boshqa qilmadi. Cherkovda o'qilgan nikohni qutsal deb bilgani uchun 1925-yili rakdan o'ldi. Hayotining oxirgi kunlarigacha deyarli har kuni Picassoga maktublar yozdi. Olga. Huzunli o'ylarga cho'mgan Tamaraxonim bir seskandi. Negadir oldida kalbosh tergovchi Guram turganday bo'ldi. O'shanda Tamaraxonim Olga Xaxlova, Charlie Chaplin va Picasso bilan uchrashuvlari haqida to'lqinlanib gapirmoqchi bo'lar, ammo tergovchilarni faqat Eynshteyn qiziqtirardi. Haqiqatda ham Eynshteyn uchrashuv paytida Tamaraxonimning diqqatini tortmagandi. Fiziklar va liriklar bahsida liriklar tarafida turgan raqqosa sovuq raqamlar va formulalarni sevmasdi. Siz yozuvchi va rassom Shuhrat Bobojonning Baxt mashinasi audio kitobi 12-qismini tingladingiz. Davomi bor.